Hammaga assalomu alaykum, xayrli kech o'rtoqlar. Fursatdan foydalanib bir xabarga munosabat bildirmoqchiman. Hozirgina Telegram kanal orqali hurmatli advokat tonirovka bo'yicha qonun loyihasi muhokamaga qo'yildi degan bir xabarni yuborishdi. 126-moddaga go'yoki prim 1 modda qo'shilib, endilikda sizni ruxsatnomangizda belgilangan o'sha foizlardan ortiqroq agar oyna qorayib ketadigan bo'lsa, bunga endi bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravar miqdorda, ya'ni 375 ming so'm miqdorida jarima belgilanayotgan ekan. Xabaringiz bor, shu kunga qadar ruxsatnomasi borga ham ruxsatnomasi yo'qni jazosi ilinayotgan edi va biz uni sud tartibida bekor qildirib ma'naviy zarar ham undirdik. Endi mana shu bo'shliqni qoplash maqsadida menimcha 126 prim 1 modda joriy qilinib, ruxsatnomada belgilangan normalardan oshib ketganligi uchun yana jarima belgilashyapti. Jarimalar soni yana bittaga ko'payyapti. Munosabatingiz qanday degan savolni berishdi. Munosabatim o'sha salbiy, ya'ni absurd savol bor, absurd holat bor bu tonirovka masalasida. Nima uchundir tonirovkaning narxi, ruxsatnomaning narxi bazaviy hisoblash miqdoriga bog'lab qo'yilgan. Ya'ni yil sayin o'sib borish kerak. Bazaviy hisoblash miqdori oshdimi, tonirovka ruxsatnomasi ham oshar ekan. Savol: nega? Nima uchun? Tonirovka ruxsatnomasini bir parcha qog'ozni qanday tannarxi bor ediki, ya'ni ruxsatni qanday tannarxi bor ediki, u yil sayin oshib borish kerak. Nima uchun 2 million 400 ga tushirildi? Nima uchun u yil sayin oshib borish kerak? Mana hozir 3 million ya 3 milliondan oshiq. Keyingi 3,5 million bo'ladi. Undan keyin 4 million. 2-3 yildan keyin 6-7 millionlik masshtablarni ham zabt etadi. Xo'sh, savol: oshib borar ekan, nega tushirdik? Yoki tushirgan bo'lsak, nega endi yana oshiryapmiz? Bazaviy hisoblash miqdoriga bog'lab qo'yish g'oyasi o'zi kimniki? Ruxsatnoma u ruxsatnoma, uni tannarxi yo'q. Uni narxi oshib borish ham kerak emas. Ikkinchi masala: 3 millionga soyani sotib olar ekanman shaxsan men, keyin uni 1-2% me'yordan ortiq qorayib ketganligi uchun jarima to'lar ekanman. Siz jarimaga torting meni istalgancha, agar tonirovka tekin bo'lsa. Yo, qanaqadir arzimagan pul bo'lsa. Deylik, tonirovka narxi 500 ming so'm. Qoidani buzsang, dabdalangni chiqaraman. Bosh ustiga men qabul qilaman buni. Ammo 3 million so'mga men oynamni qoraytirib, 2-3% me'yordan ortiq qorayib ketgan oynalar uchun yana jarima to'layman. Siz soyani sotyapsiz menga. Bir vaqtlar bo'yalgan, qoraygan oynalarning ichida nimalar yuz berayotganini biz qayerda bilamiz degan bir vaj bildirilgan edi. Bu vajlar keyinchalik hazil mutoyibaga aylanib ketdi. Savol: agar jinoyat hisoblanmasa, xavfsizlik nuqtai nazaridan agar bu narsa joriy qilingan bo'lsa, nega u sotilyapti? Quyosh nuridagi infraqizil va ultrafioletdan agar himoya qilish haqida gap ketayotgan bo'lsa, unda nega bu qulaylik sotilyapti? Mayli, sotilgani bilan ham kelishdik deylik. 2 million 400, o'sha vaqtda 8 baravari 2 million 400 edi. Nega hozir yana oshyapti? Nega 3 million, nega 3,5 million, nega 4 million, nega 6 millionga aylanishi kerak bu narsa? Keyin yana iltimos qilib, challenge qilib, tushiringlar deb yalinib iltimos qilib yana tushiramizmi? Bu absurd holatga, bu qo'pol qilib aytganda mamlakat imejiga salbiy ta'sir o'tkazadigan g'oya mualliflari kim buni targ'ib qilyapti, kim buni ilgari surayapti? Haydovchilar ham, kechirasiz, iqtisodiyotni bir qanaqadir lokomotivlardan biri. Mana shu rulga o'tirgan haydovchilar borki, ularni aynan rul boshqaruvidagi harakatlari qayerdadir kimgadir yangi ish o'rinlarini yaratib beryapti. Kimlardir qaysidir mahsulotini sotyapti. Haydovchi borligi uchun ham yoqilg'i sotilyapti. Kimidir aksessuar bozori yuryapti. Kimidir akkumulyator zavodi ishga tushdi. Aynan haydovchi bilan ham hisoblash kerak. Uni manfaati uchun xizmat qiladigan qoidalarni ham joriy qilish kerak. Soyani 3 millionga sotib endi yana jarimaga ham tortmoqchimisizlar? Bu vijdon masalasi albatta. Qanchalik to'g'ri bu narsa? Tekin bo'lganda ham tushunardim. Oynalarni qoraytirish tekin, ammo me'yorga amal qilmasang jazolayman. Bosh ustiga qabul qilaman. Ammo 3 millionga bu yana oshadi. Bazaviy hisoblash miqdori ertaga 375 ming so'mdan 400 qanchadirga o'zgarsa, o'z-o'zidan ruxsatnoma, tonirovka ruxsatnomasi ham oshadi. Oshib boraveradi. 14-13 milliondan tushirgan edik 2 million 400 ga. Mana hozir yana oshyapti. Bu mantiqsizlikka kimdir baribir izoh berish kerak. Shaxsan men uchun bu absurd. Jazoga tortilishimiz esa bu adolatsizlik. Bu haydovchilarni deyarli pisand qilmaslik. Undan faqat daromad manbai sifatida foydalanish, undan boshqa narsa emas. Shaxsan o'zim haqida gapiradigan bo'lsam, men hozir bu o'zgarishlar, bu jarimalarning hisobini olib gapiradigan bo'lsam, men qiziq emasman. Men mana shu qonun ijodkorlari uchun faqatgina cho'ntakman. Ya'ni bir daromad manbaidek qaraladi haydovchiga.
Ammo haydovchi ham qaysidir ma'noda mana shu mamlakatni iqtisodiyotiga kerak bo'lsa sezilarli ulushini qo'shayotgan hamjamiyat. Uni ham manfaatiga xizmat qilish kerak. Uni ham roziligi uchun ma'lum bir ishlarni joriy qilish kerak. Kuninglar yaxshi o'tsin, salomat bo'linglar. Qonun loyihasi muhokamasida faol ishtirok etinglar. Buni yurist advokat sifatida tavsiya qilaman. Regulation gov.uz sayti bor, kirsangiz aynan mana shu qonun loyihasi mana muhokamaga qo'yilibdi. Marhamat, fikringizni bildiringlar. Chunki bitta ikkita odamning fikri bilan nimanidir o'zgarishi qiyin. Marhamat, agar mana shu mavzu sizlarga ham qiziq bo'lsa, marhamat kirib qonun loyihasiga deylik o'zingizlarning fikringlarni, taklifinglarni beringlar. Jamoatchilik nazorati deyiladi. Jamoatchilik nazorati haqida butun boshli qonun qabul qilingan. Shunday ekan, mana shu huquqinglardan foydalanib, ana shu qonun loyihasiga nisbatan o'zingizlarning munosabatinglarni bildiringlar. Kuningiz yaxshi o'tsin, omon bo'linglar.